Assalom. Bugun sizlar bilan Redmi Note 14 haqida gaplashamiz. Va biz tahlilni boshladik, texno tahlilni. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring, chunki zo'r obzor bo'ladi bugun. Redmi Note 14 o'zi budjetli smartfon hisoblanadi va buni komplektatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, ichidan golovkasi ham chiqadi, ya'ni mana bunaqa ingichka korobka emas, katta korobka. Ichidan golovkasi ham chiqadi, kabeli, sim karta ochgichi, qora chexoli ham chiqadi, o'zidan prozrachniy emas, qora, keyin telefon o'zi chiqadi, telefon o'zidan keyin albatta ustiga broni plyonka ham qilib qo'yishgan. Ya'ni siz telefonni olasiz va sirazi ishlatib ketaveradi. Unaqa stiklo qo'yib o'tirishingiz shart emas. Misol uchun Samsung smartfonlarida, hozir ko'rsatsam, Samsung smartfonlarida siz budjetli smartfonlar bor. Misol uchun Samsungni $200 $200-250 atrofidagi budjetli Samsung smartfon sotib olaman desangiz, korobkasi mana bunaqa slim bo'lib kichkina korobkada chiqadi. Ichidan chexol yo bron plyonka yo'qda tursin, faqat sizga kabelni chiqarib beradi. Telefonni o'zi bilan. Misol uchun bu albatta achinarli holat. Siz o'zi budjetli smartfon ishlataman degan odam albatta keladi do'konga va $200 puli bormi, $250 puli bormi, shuni sarflay, boshqa sarflagingiz kelmaydi. Chunki uni budjeti kam, mablag'i kam. Misol uchun unga stiklo olib o'tirish, chexol, ayniqsa misol uchun $15-20 ga Samsung sotib oladigan bo'lsangiz, $200 sotib oldingiz va $15-20 ga golovka sotib olish ham bu albatta o'sha budjet segmentdagi ishlatuvchilarga yoqmaydi. Albatta asabini qo'zg'atib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Redmi ga bu tomonlama respekt. Ichida naushnikdan tashqari hamma narsa chiqadi. Mana shu tomonlama zo'r. Tashqi ko'rinishi ramkalari alyuminiydan ishlangan, ya'ni yon ramkalari, orqasi budjetligini bildirib turish uchun albatta plastik qilib qo'yishgan. Oldi esa Gorilla Glass 5 shishalarini qo'yib qo'yishgan oldiga. Va bu smartfonimizda IP54 standartdagi chang va suvdan himoya bor ekan va 3,5 mm jek ham topishingiz mumkin. Chunki bu 3,5 mm jekni olib tashlanmagan. Misol uchun siz budjet segmentdagi smartfon ishlatasiz va budjetli segmentdagi smartfon ishlatuvchilar ko'pchiligi Bluetooth naushnik yoki Type-C naushnik, qimmat naushnik olishga qurbi yetishmaydi yoki olgisi kelmaydi. Chunki pulni tejash maqsadida. Va arzon naushnik albatta bu 3,5 mm jekga sig'adigan porti bo'ladi. Shuning uchun mana shu arzon naushnikni olib ishlatib bemalol yuraverishadi. Bu smartfonimizda ikkita sim karta o'rnatsangiz bo'ladi. Ikkinchi sim karta kerak bo'lmasa agar, o'sha ikkinchi sim karta joyiga siz fleshka ham qo'ysangiz bo'ladi va xotirasini kengaytirish uchun. Va smartfonimizda ikkita dinamika qo'yilgan. Ya'ni stereo dinamikasi bor, tepasida va pastida. Note 14 ga barmoq izi skaner, ya'ni отпечаткasi bor. Lekin bu power knopkada emas, avvalgi Note 13 dagidek ekran ostiga qo'yilgan. Bu ekran ostiga qo'yilganligi plus tomon sizga siz hozirgi flagman smartfonlarni hissiyotini beradi bu. Misol uchun hozirgi flagman smartfonlarga ham barmoq izi, ya'ni отпечатка ekran ostiga qo'yilmoqda. Kamera dizayni menga uncha yoqmadi. Hozirgi budjetli segmentdagi Tecno Spark shunaqa kamera dizaynlar eslatib yubordi. Bundan oldingi Redmi Note 13 ni kamera dizayni yoqardi, chunki ko'rgan odam budjetli deb o'ylamasdi u kamera dizaynini ko'rib. Mana shu tomonlama sal menga yoqmadi. Dizayn, orqa tomondagi dizayn esa. 3 ta kamerasi bor orqasida. Asosiy kamera 108 megapiksel, qolgan ikkita kameralari esa 2 megapikseldan tashkil qiladi. Va siz mana shu orqa kamerasi 1080 formatda 30 va 60 kadrda video syomka qilishingiz mumkin. Frontalniy kamera 20 megapiksel tashkil qiladi va siz bu kamerada 1080 30 ta kadrda bemalol video olishingiz mumkin. Amaliy displey qo'yilgan, ya'ni 120 Hz da ishlaydigan. Smartfonimizda displeyning yorug'ligi 1200 nitdan pik va yorug'ligi 1800 nitgacha chiqadi. Misol uchun bundan avvalgi Redmi Note 13 ni eslasak, bunaqa baland yarkisga chiqa olmasdi. Ya'ni 1000 nit atrofida bo'lardi ekran yorug'ligi. Bu esa albatta plus zo'r tomoni Note 14 da. Va bu smartfonimizda ekran diagonali 667 dyuymni tashkil qiladi. Mana shu 667 dyuymni 85.9% ekran tashkil qilar ekan. Qolgan qismi esa ramkani tashkil qilar ekan. Va bu smartfonimizda 1 dyuymda, ya'ni 1 dyuymdagi piksellar soni 395 ppi ni tashkil qilar ekan. Bu 395 ppi yaxshimi yomonmi desangiz, albatta hozirgi kundagi o'rtacha desak ham bo'ladi. Misol uchun unaqa kam emas, unaqa ko'p emas, o'rtacha segmentdagi piksellar soni. Tezkor xotirasi RAM-ni 8 GB va 6 GB versiyalarini topishingiz mumkin va bu
128 va 256 doimiy versiyalari ham bozorda mavjud. Agar sizga mana shu 128 ham 256 GB ham o'zi yetib o'rtadi hozirgi kunda, mabodo yetmay qoladigan bo'lsa, siz o'sha ikkinchi sim karta tiqadigan joyga fleshka ham tiqib bemalol xotirani kengaytirib yuraverishingiz mumkin. Smartfonimizda 5500 mAh soatli batareykani siz 33 vatli tezkor zaryadlovchi zaryadkada bemalol to'ldirishingiz mumkin. Va bu smartfonimizni ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni siz o'sha 33 vatli zaryadchikda siz 0% dan 55% gacha o'sha 33 vatli zaryadkaga to'ldiraman desangiz 44 minutda to'lar ekan. Hamma kutgan joyi, ya'ni bu smartfonimiz 2025-yil 10-yanvarda taqdim qilingan. Bu hali yangi smartfon. Bu smartfonimizga MediaTek ning G99 Ultra protsessori qo'yilgan ekan. O'zi smartfon budjetni, lekin nimagadir protsessor nomi Ultra ekan, ya'ni 6 nanometrda ishlaydigan protsessor qo'yib qo'yilgan ekan. Ya'ni bu menimcha yaxshiroq eshitilsin, ya'ni kuchliroq, moshinroq protsessor bo'lib eshitilsin degan ma'noda qo'yilgan menimcha Ultra degan nomi. Yomon emas, unaqa zo'r emas. Agar bu siz smartfonni korobkadan yangi ochadigan bo'lsangiz, smartfonimiz Android 14 da chiqar ekan. Keyin bilsangiz, bu Redmi Note 14 hozir biz obzor qilayotgan, tahlil qilayotgan smartfonimiz 4G da ishlaydigan versiyasi. Buni ikkinchi versiyasi ham bor, sal qimmatroq, ya'ni Redmi Note 14 5G da ishlaydigan versiyasi. Redmi Note 14 5G da, ya'ni 5G texnologiyasi bor. Keyin ekran yorug'ligi sal 2100 nitgacha ko'tarilgan, yana balobatlar bitta ikkita funksiyalar qo'shilgan. Ya'ni agar siz ikkilanib o'tirgan bo'lsangiz, ya'ni Note 14 4G olsammikan yoki Redmi Note 14 5G olsammikan deyotgan bo'lsangiz, Note 14 4G ni olavering. Ikkalasi ham budjetli. Faqat bunisi Note 14 5G sal kuchliroq qilingan. Ya'ni bitta ikkita funksiya. Ularni deyarli sezmaysiz. Misol uchun ikkalasi ham budjetli chunki. Plyus taraflariga to'xtaladigan bo'lsak, plyus tarafi albatta bu komplektatsiyasi. Chunki hozirgi kunda ko'pchilik Android smartfonlar, boya Samsungni ham misol qilib o'tib ketdim. Bunaqangi komplektatsiya chiqmaydi ko'pchiligidan. Misol uchun chexol chiqyapti, broni plyonka qilib qo'yishyapti. Galovka, eng muhimi galovka chiqyapti. O'shalari eng zo'r plyuslardan biri. Keyin bu smartfonimizda 3,5 mm jekda olib tashlashmaganligi. Ya'ni budjet segmentdagi ishlatayotgan odam albatta 3,5 mm jek kerak. Hozirgi kunda albatta. Chunki arzon naushnik ishlataman deydi, boshqanisi kolonkaga o'layman deydi, balo battar funksiyalar bajaraman deydi, shuning uchun ham 3,5 mm jek albatta kerak. Uchinchi plyus tomonimiz albatta bu smartfonga stereo dinamika qo'yilgan. Misol uchun shu segmentdagi smartfonlar qidirib ko'radigan bo'lsangiz, Honor X8B bor, lekin unda stereo dinamika yo'q. Misol uchun bu smartfon budjetli bo'lishiga qaramasdan stereo dinamika o'rnatilgan. To'rtinchi plyus tomonimiz albatta bunda siz fleshka tiqish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni xotirani kengaytirishingiz mumkin. Mana shu tomonlari ham plyusdek bo'ladi. Beshinchi eng zo'r menga yoqqan plyus tomonlari albatta bu displey. Chunki bu smartfon 120 Hz da ishlaydi va ekran yorug'ligi 1800, 1200, 1800 nitgacha bemalol chiqadi. Ya'ni hozirgi shu segmentda budjetli smartfonlarga qarab o'tiradigan bo'lsangiz, ko'pchiligi 90 Hz gacha maksimal chiqadi. Ya'ni 120 Hz ga o'rnatib qo'yishmagan 120 Hz ni. Shuning uchun 120 Hz ham bu eng plyuslardan biri deb hisoblayman. Xo'sh, minus tarafi albatta bu menga dizayn uncha yoqmadi. Chunki Redmi o'zini stilidagi dizayn bo'lgan, lekin baribir eski dizaynga o'xshab qolgan ozgina. Hozirgi Tecno Spark shunaqangi dizaynlar, smartfonlar dizaynlariga o'xshab qolgan. Shuning uchun dizayn menga unchalik yoqmadi. Misol uchun Note 13 sal yaxshiroq edi, lekin Note 14 Pro va Pro Plus versiyalarini o'rtaga qilib subflag modellarga o'xshatib qo'yishgan. Yaxshigina chiroyli chiqqan dizayni. Bunda esa sal dizaynni siqib qo'yishgan. Mana shu tomoni menga yoqmadi. Bu smartfonni kim sotib olish kerak? Bu smartfonni albatta siz agar oddiy ijtimoiy tarmoqda o'tiradigan bo'lsangiz, Instagram, Telegram, misol uchun oddiy bazmlarda video, rasm olib uni Telegramga tashlab yuborsangiz, yokida oddiy o'rta segmentdagi o'yinlarni o'ynayotgan bo'lsangiz, yoki YouTube'da mana shunaqa foydali videolarni ko'rib, o'rta foydalanuvchi, ya'ni oddiy foydalanuvchi qiladigan ishlar qilayotgan bo'lsangiz, bemalol sotib olishingiz mumkin. Chunki puliga arzib, ortib ham ketadi. Komplektatsiyasini aytib o'tirish ham shart emas. Naushnikdan boshqa hamma narsa chiqadi. Agar siz oddiy foydalanuvchi bo'lsangiz, bemalol sotib olishingiz mumkin. Agar siz qanaqadir o'yinlar, ya'ni kuchliroq o'yinlar, internet bilan o'ynaladigan o'yinlar o'ynaman desangiz, yokida yaxshiroq rasm tushiraman, menga kamerasi ham yaxshi bo'lishi kerak desangiz,
Note 14 Pro va Note 14 Pro Plus versiyalarini sizga tavsiya qilaman. Bu albatta budjetni, ular bo'lsa bu versiyadan sal yaxshiroq. Shuning uchun prosessorlari ham yaxshiroq o'rnatilgan. Bu texno tahlilda. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska va kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting.